Cobalt mashinasiga moy almashtirishning pulligini bitta hisoblab ko'ramiz. Motor moyi 3,5 litri 10,000 kilometr yuradigani 225 ming so'm bo'ladi. Moy filtr va almashtirib berish hammasi. Changli havoda воздушный filtrlarni vaqtida almashtirib turinglar. Воздушный filtr 20 ming so'm, bu motoringiz uchun foydali bo'lsa, salon filtr 30 ming so'm, bu o'zingizlarning sog'lig'ingiz uchun foydali narsa. Avtomat korobkani moyini har 40 ming kilometrda almashtirib turinglar. Korobka moy almashtirish bizda moy 1 litri 75 ming so'mdan. Bu moyimiz 40 ming kilometr muammosiz sizga xizmat qilib beradi. Almashtirishga 8 litr kerak bo'ladi. 8 litr 600 ming so'm. Ish haqi o'zi 100 ming so'm edi. Bizda hozir aksiya ketyapti. Alishtirishni bepul qilib qo'yganmiz. Воздушный ham, salonni ham, motor moy ham, korobka moy ham almashtirishga xizmat olmaymiz. Faqat olgan narsalarga pul to'laysizlar. Korobka moyi 8 litr almashtirganmiz. Gidromuftadan chiqib, sistema xarajatiga kirib ketayotgan joyini ham to'kib olamiz. Antifrizni agar sarg'ayib ketgan bo'lsa, almashtirib olishinglarni tavsiya qilamiz. 1,5 litr 115 mingdan, bu Germaniyaniki, ikkitasi sizga yetarli bo'ladi va disvada olasiz 2 dona, almashtirish 50 ming so'm. Shuni jami 290 ming bo'ladi. Bu sizlarga 5 yil muammosiz xizmat qilib beradi. Bizda qo'shimcha bonuslarimiz bor. Bu Suxoy tuman bilan balon peni. Agar avtomat korobka moyini alishtirsanglar, shu ikkita bonusni ham qo'lga kiritasizlar. Jami 1,165 ming so'm bo'lar ekan.